Bugun ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim savollardan biri bu qanday o'qitamiz va qanday baholaymiz. Prezidentimizning 2023-yil 20-apreldagi ilmiy metodik va tadqiqot ishlari sifatini oshirish orqali ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida aniq vazifalar belgilangan. Ya'ni ta'limda jahon ilm fani va zamonaviy texnologiyalar yuqtirilgani tayangan dalillarga asoslangan yondashuvni joriy etish. Poytaxtimizda tashkil etilgan xalqaro forum aynan shu maqsadlarga yo'naltirildi. Dalillarga asoslangan ta'lim transformatsiyasi, baholashdagi tendensiyalar, muammolar va innovatsion yechimlar mavzusidagi xalqaro forum ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi hamda Toshkent amaliy fanlar universiteti hamkorligida o'tkazildi. Anjumanda maktabgacha va maktab ta'limi hamda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirliklari vakillari, UNESCO, UNICEF, Cambridge va ta'lim sohasidagi global hamkorlik tashkilotlarining ekspertlari qatnashdi. High functioning education system has a world-class curriculum. Yuqori samarador ta'lim tizimi bir qator asosiy omillarga tayanadi. Bular jahon darajasidagi zamonaviy o'quv dasturlari, motivatsiyaga ega va puxta tayyorlangan o'qituvchilar, sifatli o'quv metodik materiallar, shuningdek adolatli, ishonchli va xalqaro miqyosda tan olinadigan imtihon hamda baholash tizimidir. Aynan shu jihatlar ta'lim sifati va natijadorligini belgilab beradi. Shu bois bugun o'tkazilayotgan forum muhim ahamiyat kasb etadi. U O'zbekistondagi ta'lim tizimining barcha ishtirokchilariga bilimlarni baholashning o'rni va ahamiyatini, uning umumiy ta'lim sifati bilan uzviy bog'liqligini yanada chuqur anglash imkonini beradi. Panel muhokamalarida ishtirokchilar xalqaro va milliy baholash tadqiqotlari, inklyuziv ta'lim sharoitida baholash, yagona davlat imtihoni hamda baholash jarayonida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish kabi dolzarb mavzular atrofida fikr almashdi. Broad education reforms which are ongoing within the Republic of Uzbekistan. O'zbekistonda ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar davom etmoqda va bugungi tadbir ko'p yillardan beri izchil olib borilayotgan ishlarning bir qismi hisoblanadi. Islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri baholash tizimini takomillashtirishdir. Sinfda o'qituvchilarga har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini inobatga olishga yordam beradigan formativ baholash hamda butun mamlakat miqyosida o'quvchilarning rivojlanishi va yutuqlarini kuzatish imkonini beruvchi summativ baholash haqida bormoqda. Ushbu ma'lumotlar maktablar, vazirlik va ta'lim tizimining boshqa ishtirokchilariga aniq qarorlar qabul qilish, resurslarni esa eng ko'p ehtiyoj bo'lgan joylarga yo'naltirishga xizmat qiladi. Strategik darajada xalqaro standartlarga mos yagona imtihon tizimiga o'tish masalasi ham ko'rib chiqildi. Bu bitiruvchilarga xalqaro miqyosda tan olinadigan sertifikatlarni olish imkonini beradi va ularning oliy ta'limga kirish imkoniyatlarini O'zbekistonda ham, xorijda ham kengaytiradi. Kompleks baholashni o'z ichiga oladi. Baholash tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish va uning sifat ko'rsatkichlarini oshirish orqali jamiyat va davlat manfaatlariga xizmat qiluvchi, raqobatbardosh va har tomonlama kamol topgan avlodni shakllantirish ko'zda tutilgan. Mazkur xalqaro forum esa aynan shu maqsad yo'lida innovatsion yechimlar, aniq taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun samarali muloqot maydoniga aylandi.